Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Cemi alemlerinin perverdigarı boğan Allahu Subhanahu ve Taala'ga hamdü sanalar bolsun. Bütün peygamberlerinin ebzili boğan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge ve onun aile balalarıga ve ashab-ı kiramlarıga Allah'ın rahmeti ve selamı bolsun. Bu birinci katımlık dersimizde bundan kıldığan derslerimizin mukaddimesi Müslümanlar İslam'da kıldığan işlerininki retlik buluşu ve ölçemlik buluşu Muşu haqda bir qancha temada to'xtalib o'tmoqchi, dars qilmoqchi. Shuning muqaddimasida bu birinchi qatimliq darsimiz muqaddima so'z. Bugungi kunda dunyoda qaraydigan bo'lsak, dunyoning hamma yerda musulmonlar ezilayotgan, zulm chekayotgan, xotirjamsiz, baxtsiz bir zalimden qutulsa, yine bir zalimga tutulgan, muşunda bir xotirjamsiz hayatda yaşayotganligini görürüz. Bizning vatanimiz desek, 50-60 yılning bizi Xitoyning ishg'ol qilishi bilan bu zalimning zulmidan, yani bir zalimdan qutulsa, yine bir zalimga tutuldi degandek, bir kafirdan qutulsa, yine bir kafirga tutulgan, o'g'irdan qutulsa qaroqchiga tutulganda degandek, tutuldi degandek. Muşunda zulm üstüge zulm bizim xalqimizga üstüge davomlashib kelmoqda. İslam dinini to'g'ri bir şekilde tutuş imkanı yok. Müslümanlar bilmaganni xato qildi, xato qilgan bo'lsa-mu, yani bilganni to'g'ri bir tutishga kafirlar fursat bermay shunda kelyapti. Endi bu nima sababdan shunda bo'ldi? Vaholanki islom dini musulmonlarga baxt, saodat, adolat, xotirjamlik shunda bir hayotni olib kelgan. Endi musulmonlar bu islom dinini tutmaganlikdan shunda bo'ldimi yo xato tutib soldimi? Yani bir tarafdan qarasak, yani İslam dinini to'liq tutmaganlik bo'lsa, bir tarafdan qarasak, yani tutqunni o'lchamlik, tartiblik, retlik holatda tutmagan. Yani İslam dinida qilgan ishlarni, yani İslam dinininki ko'rsatgan prinsipi bo'yicha Allah Subhanahu va taolaning musulmonlardan talab qilgan talebi bo'yicha shariatning ko'rsatmasiga, payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmasiga uyg'un shaklda bo'lmagan. Ba'zi bir tarafdan bu zolimning zulmi bilan to'g'ri ishni to'g'ri tuzgun qilishga fursat bermaganlikdan bo'lsa, ba'zi bir tarafdan musulmonlarningki buni to'g'ri bir tushunchada to'g'ri amal qilmaganlikdan. Endi bu haqda musulmonlarningki shunday bir to'g'ri, yaxshi bir tushunchaga ehtiyoji bor. Ya'ni islom dinini to'g'ri bir shaklda payg'ambar alayhisalom o'rgatgandek bir shaklda qilish, tushunish, o'lchamlik, retlik qilishga ehtiyoji bor. Chunki qilayotgan ishlarningki hech qaysi musulmonlar natijaga erisholmay keldi. Bu ahvalni ko'rdik. Dünyadaki musulmonlarning ahvalini ko'rdik. Bizning vatanimizning ahvalini ko'ryapmiz.
yani vatanimizdagi xalqimizning bizning ustimizga kelgan zulm bilan bu islom dinini joyida tutolmaganlik, yani tutish fursatiga ega bo'lolmaganlik, to'g'ri tushunchaga ega bo'lolmaganlik, yani bu ahvolda yani nihoyatda ig'ir. Bu haqda biz izlanib, yani mushu tushunchada yaxshi bir yozilgan materiallar bo'lsa, bizningki xalqimizga bir anlatsak degan umid bilan izlendik. Şunun bilan yani Doktor Yusuf Qarzavining mushu haqda yozilgan, yani evvel nima qilish kerak, yani islomdagi musulmonlarningki qiladigan ishlardagi tartibi, o'lchimi, yani afzalligi mushu haqda yozilgan, yani Fiqhul Avlawiyat degan bu kitobini bir qancha temada dars qilishni muvaffaq ko'rdik. Yani Doktor Yusuf Qarzavi bo'lsa, hammamizga ma'lum, yani ko'pincha yosh ziyolilar tanishi mumkin. Bu hayot bakishi Misrda, o'zi Misrda yetilgan olim. Keyingi zamonda Misrdagi hukumatninki besimi bilan sen haqni desang bo'lmaydi, kafirning ko'ngli xafalab qatdi deganim bilan Misrdan chiqarayotgan. Hozir Qatarda yashaydi. Bu kishi 80 yoshdan oshgan mushu yangi zamonda yetilgan olimningki atalgan dаңlıq məşhur alimlerden biri Dünya Ulumalar İslam Birliği'ni yani dünyadaki İslam Ulumalar Birliği'ni kurup çıkan kişilerden biri. El Cezire televizyon kanalda bazı programlara çıkıyordu. Bu kişininki muşu haqda Müslümanların ahvalini gözetkendiğin keyin yani Müslümanlar hazır bugünkünde nim bulab muş günge kaldı. Davamlıq nerede olsa Müslümanlarınki qilgan işi ta'tir kelayotgan. Hiç qilgan işidan bir netijaga erishmayotgan. Nerede olsa muşunda zulm uçurayotgan. İslam dinini to'g'ri bir şekilde qilmayotgan. Yoki o'zining tushunchasining kamligidan yoki zalimlar tarafidan besim uçurgan sababdan, yani İslam dinini to'g'ri bir şekilde o'lchamlik, retlik holatda qilmayotgan. Shuning bilan hech qanday bir natijaga erishmayotganligini ko'rgandan keyin bu kishi mushu haqda, yani Qur'oni Karimdan, hadis sharifdan dalil kelib, ulamoning, olimlarning so'zlaridan naql qilib, yani mushu haqda bir qancha temada jo'g'lab bu Fiqhul Avlawiyat degan bu ismdagi kitobni yozib chiqqan. Yani bu kitapta nurg'un, yani nima ish muhim. Hozirgi kunda musulmonlar yani qaysi ishni baldi qilish kerak, qaysi ish muhim, qaysi ish muhim emas, qaysi ish islom dinida yani nayt uningki ajri savobi katta, qaysi ishning normal, yani baldi qitqini qaysi, keyin qitqini qaysi degan mushu haqda musulmonlarningki ehtiyoji bor ekanda, mushu ehtiyojini qamdash uchun bu kitobga mushu masalalar haqida nurg'un masalalarni bayon qilib yozib chiqqan ekan. Shunga biz bu kitobni bizning Uyg'ur xalqimizga mushuni anglatsak ekan degan mushu arzu umid bilan bu kitobni dars qilishni muvaffaq ko'rdik. Bu kitobningki shakli bu. İsmi yani Fiqhul Avlawiyat. Yani İslamda evvel nima qilish ekanligini, nima qilish kerakligini tushunish. Qaysi ishning muhimligini tushunish. Ishlarning ret tartibini tushunish. Degandek mushu ism bilan ism qo'yib bu kitobni yozib chiqqan ekan. Shuning bilan bu kitobni bir qancha darsda muzokara qilmoqchi inshaalloh. Endi biz bu masalada burunqi zamonda yo'qmidi bu ishlar?
burunqi zamonda burunqi olimlar demaganmi? Hadisda, Qur'onda yo'qmidi bu ishlarningki rat tartibi, o'lchimi degan gaplar. Nima bo'lib bu zamonda bunda bo'lib qoldi? Qur'oni Karimda batdi. Payg'ambar alayhisolamning hayotida, ish izlarida, sunnatlarda bu ishlarning rat tartibi, o'lchamlik ish qilish, tartiblik ish qilish islomningki ishlarini, ya'ni to'g'ri bir shaklda qilgan ishlarni Payg'ambar alayhisolam o'rgatgan. Bu gapda yana beshiga qaytsak, yani Qur'on hadisda bu gaplar batdi, ammo olimlar bu gapni ehtiyoj bo'lmagani uchun demagan. Nima bo'lib bu ehtiyoj bo'lib qoldi, musulmonlar bu holatga tushib qoldi. Gapning biroz islomiyatning beshiga qaytmoq lozim bu masalada. O'z vaqtida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkada tug'an 10 yil jarayonida yani qilgan ishlari, yani nima ishining baldi qilish zo'r ekanligini ko'rsatib berdi. Payg'ambar alayhisolam Makkada tavhidga chaqirgan, iymonga chaqirgan, axloqqa chaqirgan, adolatga chaqirgan. Chunki Makkadagi u chaqdagi ahvol, yani mushu ishlarga chaqirishninki muhimligini Alloh subhanahu va taolo buni buyurgan. Payg'ambar alayhisolam 10 yil bu ishlarga chaqirgandan keyin Madinaga kelgandan keyin nima qildi? Birlikka chaqirdi. Har qanday ish harakatni, islomning ishlarini birlikda, barobarlikda qilishga chaqirdi, jihadga chaqirdi, hokimiyat, davlat qurdi. Demak, shuning bilan ya'ni islom dini ratlik bir shaklda 23 yil Payg'ambar alayhisolamning hayotida tartiblik, o'lchamlik Alloh subhanahu va taolo talab qilgan bo'yicha yetkazilib, to'liqlandi. Uningdan keyin musulmonlar shu bo'yicha davomlashtirib keldi. Sahobalar Payg'ambar alayhisolamning o'rgatgani bo'yicha shu qurib qo'ygan davlatni kuchga ega qilib, islom dinini atrofga taqib, shuni to'g'ri shaklda davomlashtirib keldi. Shu zamondan boshlab shu Payg'ambar alayhisolam davlatni qurib, bu islom dinini himoya qiladigan bir kuchni turg'izib qolib ketgandan beri ta yaqin zamonga qadar islom dini dunyoda bosh ko'tarib, o'zininki hokimiyat kuchi bilan islom dinini, islom ellerini, musulmonlarning huquqini, islom dinining huquqini qo'g'dab, ya'ni islom dinini kishilarga yetkazishda hukumat, davlat o'zininki vojibini ado qilib, musulmonlarning o'zining vojibini to'g'ri shaklda ado qiladigan yo'lni ko'rsatib, buni himoya qilib, yaxshi ulamolarni o'rtaga chiqarib, bitildirib, uning aqsida yaroylakchi bo'lib, haqni deydigan yo'lini ochib berib degandek, ya'ni islomiyatni to'g'ri bir shaklda yetkazish imkonini bergan, islomni va musulmonlarni va islom olimlarini qo'g'dab kelgan. Shuning bilan bu islom dini to'g'ri shaklda 1000 yildan ortiq davomlashib kelgan. Yaqinqi 100 yildan beri yana islom dunyosini g'arb kafirlari ishg'ol qildi. Veya beso'lib ishg'ol qildi, yoki sirtda turib siyosiy ishida ishg'ol qildi. Ya'ni musulmonlarningki to'g'ri shaklda islom dinining amallarini ijro qilishni, to'g'ri shaklda din tutishni, bu fursatni musulmonlarga bermadi. Bizning vatanimizni desak, shu zalim kafirlarga tutilgandan boshlab hozirga qadar, ya'ni burunqi zamonda olimlar shunda yetilib, islomning himoyasi bilan, islom kuchining himoyasi bilan to'g'rini deb shunda yaxshi amal qilib, yaxshi tushunib kelgan bo'lsa-mu, ya'ni qachoniki dunyodagi islom dunyosiningki parchalanishi, kafirlarning uni ishg'ol qilishi bilan birga fursat topib,
Xitoydan iborat bu zolim kofirlar bizning vatanimizni ishg'ol qilib, bizning xalqimizningki musulmonchiligini to'g'ri bir shaklda islomiyatning amal qildigan, musulmonchiligini qildigan fursatni bermadi. Haqni deydigan olimlar yetishib chiqqan bo'lsa, buni yo'qotyapti. Yoki yetishib chiqqili qo'ymadi. Ügetgili va ügengili qo'ymadi. Musulmonlarni to'g'ri tushunganini to'g'ri shaklda amal qilgili qo'ymadi. Shuning bilan, ya'ni dunyoda musulmonlar har xil sabab bilan yani shunday qalaymaqanchilik islom dinini to'g'ri shaklda ado qilolmaydigan, qilgan tarafini nihoyatda jiq qilayotgan, ishirayotgan, qilmagan tarafi kam qolgan, keyin qitqinni baldi qilib salgan, baldi qitqinni keyin qo'ygan, zurul bo'lganni keyin qoldirib, zurul bo'lmagan bilan mashg'ullab qolgan. Shuning bilan ya'ni musulmonlarningki ahvoli bu holga kelib qolgan. Bizning xalqimizning ahvolimi ya'ni shu ishg'oliyatchi kofirning sababi bilan shunday bir holga kelib qolgan. Endi nimalar bo'lsa, qanday bo'lsa, ya'ni bir imkonning biricha bu islom dinini to'g'ri shaklda tushuntirish, anglatish va xalqimizning anglash, tushunish fursati bo'lgan holatda anglash degandek bu ishlardan to'xtab qolishga bo'lmaydi. Buning uchun har bir musulmon bu haqda tirishmoq lozim, o'rganmak lozim, o'rgatmak lozim degandek, ya'ni bu har bir musulmonningki gardindagi vazifa. Ya'ni islom dinini to'g'ri bir shaklda amal qilinadigan bo'lsa, ya'ni inshaalloh kelgusi istiqbol, ya'ni kelgusidagi natija musulmonlar bo'ldi. Musulmonlarningki bu ahvolga kelib qolishi, ya'ni shunday bir tushunchaga ehtiyojli bo'lishi, shunday sabablardan bo'lg'achqa, ya'ni biz bu haqda yaxshi bir tushuncha berishni muvofiq ko'rdik. Ya'ni islom dinidagi ishlarningki ret tartibi, qaysi ishni baldi qilish kerak, qaysini keyin qilish kerak, qaysini muhim bilish kerak, qaysini boshroq muhim bilish kerak, qaysi zurul, qaysinin savobi katta, Alloh buyurgan buyruqlarningki qaysini baldi qilish kerak, qaysi muhim. Alloh to'sgan ishlardan qaysininki xatri bak og'ir, buni tushunish har bir musulmonga vojib bo'lgan bir ish. Uning uchun yani biz bu haqda burunqi zamonda yani islomning himoya qilishi bilan, ulamoning to'g'ri yetkazishi bilan, musulmonning to'g'ri tutishi bilan, hokimiyatning kuchi bilan musulmonlarningki baxt saodatda har tarafdan yani islomiyatni to'g'ri bir shaklda talabga loyiq shariatning talabiga muvofiq ko'rsatma bo'yicha payg'ambar alayhisalom ko'rsatgandek amal qilingan bo'lsa-mu, keyingi zamonda shunday bo'lib qolganlikdan bu ehtiyojda bu doktor Yusuf Qardavi bu masalada nurg'un masalani bayon qilib, nihoyat yaxshi bir tushuncha bergan. Shuni biz bu kishiningki bu kitobiga murojaat qilib, shu kitobni dars qilishni muvaffaq ko'rdik. Bundan keyingi darslarimizda yani her bir meseleni ayrım şekilde bayan qilib tushuntirildi inshaalloh. Va axiru davana alhamdulillahi rabbil alamin. Yani bu kitobningki Uyg'urcha tarjimasi qilingan bu avval nima qilish kerak degan haqida. Buni hamda savodli yosh ziyolilar, savodli kishilar xat o'qiy oladiganlar bu kitobni topgan bo'lsa o'qib, bundan yaxshi tushuncha olgan bo'lishi mumkin yoki bundan keyin o'qiyman deydiganlar o'sha kitobni tepib o'qib olsa, o'qisa bo'ldi, yaxshi. Endi biz hammadan kitob o'qib bo'lolmag'achqa, biz og'zimizni so'zlab, anlatib yetkazadi deb buni dars qilib boshladik. Bu kitobning ismi Avval nima qilish kerak degan ism bilan atalgan kitap. Uyg'urcha tarjimasi bu. Yani Allah rahmat qilsin, Allah ko'p ajr ato qilsin bu kitobni tarjima qilgan kishiga. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.